halol mehnat qilib xor bo'lgan usta yoxud fohishaning makri. Qishloqdanchagina nom chiqargan usta shahardan katta buyurtma oldi. Shaharlik bir boyni yangi olgan hovlisiga yangi solmoqchi bo'lgan uyni g'ishtidan to tomigacha qilib berish kerak ekan. Usta xursand bo'lib 3 ta shogirdini yoniga olib aytilgan vaqtda aytilgan manzilga yetib keldi. Uy egasi ham xushchaqchaq, samimiy inson ekan. Ustalarni yaxshi kutib oldi, mashinasida ish joyiga olib bordi, so'ngra yaxshilab tushuntirdi. Xullas gap bunday ustaka. Shu ko'rib turibsiz, mana shu uy mening uyim. Poydevori qilingan, g'ishtlari hammasi poydevor atrofida terilgan. Avval g'ishtni terasizlar, so'ng to'sinlarni tashlab tomni yopib berasizlar, dedi. Hisob-kitobni esa ishni qilib bo'lganingizdan keyin qilamiz. Xo'sh, anavi 2 xonali uyni birida ovqatlanasizlar, ikkinchisida esa yashaysizlar deya vaqtinchalik solingan hujrani ko'rsatdi. Shogirdlar bir-birini turtishib hujraga kirishga shoshilishdi. Qaytganday, ovqatni keliningiz shu yerga kelib tayyorlab beradi. Hamma sharoit bor, kechki ovqatni ham o'zi tayyorlab berib, kechqurun ketadi, dedi. Usta xursand bo'lib nima deyishni ham bilmay qoldi. Xullas hammasi tushunarli deya yana gap boshladi ustaning indamay turganini ko'rgan uy egasi. Men doimiy bu yerda bo'lmayman. Ish yuzasidan Toshkentda bo'laman. Har haftada kelaman. Kelganimda ish yuzasidan maslahatlashamiz. Nima kamchilik bo'lsa keliningizga aytasiz, dedi. Shunday deya uy egasi xayrlashib ketdi. Usta ham kiyimlarini almashtirib, chiqib shogirdlarni loy qilishga buyurdi. Loyni qilishi bo'lgach, bet-qo'llarni yuvishib, kechki ovqatga tayyorgarlik qilisha boshlashdi. Boya uy egasi kelini ertaga kelishini, buyurgancha o'zlari eplab turishini tayinlagan edi. Ovqatni yeb bo'lishgach darrov yotib uxlashdi. Ertalab sahar turib, g'isht urishni boshlab yuborishdi. Soat 10 ga yaqin kelin kelib ovqatga urinna boshladi. Xullas ishlar boshlanib ketdi. Yigitlar qo'li-qo'liga tegmay ishlashardi. 10 kun deganda devorni tiklashib, tomga urinisha boshlashdi. Bir kuni kun qizdirgandan qizdirib, usta chanqab ketib, suv ichish uchun bir muddatga pastga tushdi. Oshxonaga kirib endi suv olib ichmoqchi edi, kelin gap boshladi. Ustaga, suv ichmang. Mana yaxdek choy tayyorlab qo'ydim, shuni iching, deya shisha idishdagi choydan chiniga quyib uzatdi. Usta miriqib choyni ichib bo'ldi. Endi o'rnidan turmoqchi bo'lganda kelin to'xtatdi. Ustaga, kunni qizdirishini qarang, biroz yonboshlab dam oling-da. Kelin, yonboshlab yotsak ishni kim qiladi? Deya o'rnidan yana qo'zg'almoqchi bo'lganda, kelin bu safar qo'lidan ushlab to'xtatdi. Buncha o'zingizni qiynaysiz jonim, deya kutilmaganda ustaning quchog'iga o'tirib oldi. Usta dovdirab qoldi. Turib ketmoqchi bo'ldi, lekin qandaydir kuch uni stulga mixlab qo'ygandi. Quchog'idagi malak uni hushidan ayirgan edi. O'zi bilmagan holda ayolni quchoqlab o'pa boshladi. Sal o'ziga kelib, kiyimini kiyib tashqariga chiqdi. Shogirdlar berilib ishlashardi. Kechga yaqin ishni tugatishib, pastga tushishdi. O'sha kundan boshlab usta har kuni sal salqinlash bahonasida pastga tushib turadigan bo'ldi. Kunlar o'tib, ishni ham yakunlashdi. O'sha kuni uy egasi ham kelib, birga ovqatlanishdi. Shogirdlar turib ketgach, uy egasi gap boshladi. Xotin, pulni olib chiq. Ustakani rozi qilaylik deganda, xotini shunday dedi. Dadasi, men o'zim ustakani rozi qilib qo'ydim, to'g'rimi ustaka, dedi. Usta cho'chib ketdi. Ha, to'g'ri, bo'lmasam duo qilaylik, dedi uy egasi. Duo qilishib tashqariga chiqishdi. Uy egasi ketgach, usta shogirdlarni yig'ib shunday dedi. Xo'jayin pul olib kelmabdi. Ertaga olib kelar ekan, dedi. Ertasiga ertalab sahar o'rnidan turib, men ertaga kelaman deb shu ketgan bo'yicha roppa-rosa 3 kundan keyin keldi. Qo'lida pul bilan keldi. Mana ish haqlaring, deya shogirdlarni oldiga qo'ydi. Xo'jayin pulni berdi deb so'zini yakunladi. Aslida esa o'zini qishlog'iga borib, ona bola sigirni sotib, pulini olib kelgandi. U yaxshi hamki, bu ishni hech kim bilmadi deb o'yladi. Ammo u bir narsani uy egasi uni chuv tushirib,
xotinim deb bir fohisha ayolni olib kelganini, hammasini uyushtirilganini bilmasdi.